Мәшнің түйгіла йотқан көріпілер селінған болып, қызыл гүллік, ақ ромалда бешіні чекіліп теңіп алған Гүлбаным қош ястықы үйленген халда торысқы қарап ятатты. Оның ұшлық еңәклері, uzun kirpiklik yumulaq көзлері, бөртіп шыққан мәңіз сөңәклері, олтырышқан қобузлары, дәрезіден түшкен қыш қояшының ажыз нұрыда ғуа көрініп тұратты. Өпкісі өріліп, ağzını чың тұтып алған Әнзәр Гүлбанымның бешіді тізіліп олтырып, оның yüzlerini аста сіледі. Сіліған сірі көздерден яш құйылды. Әнзәр, кетмәң, мені ташлап кетмәң. Болдыла, өксігі çalmatmam. Gülbanım zayıf cüylüməkdi edi. Lekin onun közleri palladı açılgan bolsumu, düşüdü ayan bolup atkan vapadarını qayt körüp almakçı bolgandek gözlerini yine yumdu. Gülbanım, bana gözünüzü açın. Әнзәр ise dep ketdi. Bu düşümüz emez. Ben geldim. Sizni körüp geldim. Kim o yığılavatkan? Gülbanım közleri yumuk halda asta şiverledi. Tova, yüteldin korkup, gep kılalmayvatımına. Banu, ben Әнзәр. Әнзәр onun cansız kollarını alqılığa aldı. Ah Xuda, neden cücüdep ketkensiz? Gülbanım közlerini içip, özüge şundaq yakın oturgan Әнзәрге qaradı. Lekin onun cüdenki yüzlerde hiç qandaq ifade görünmedi. O közlerini qaydı yumdiyu, şu haman valladı içip çöçüp ketdi. Siz Әнзәр mi? Bu düşmemezdi. Ben siz Hilala. Gülbanım əsliga kelgan edi. Siz qandaq qilib? Oy Xudoyim, nimanda qaranliq qilasiz? Hilala, uyda qari bo'ron chiqadi. Әнзәр Beyjingda onun xitini tapşırıp elipla yo'lga chiqqanligi. Andın İmam Dangalның dep bergini boyunca Basitni qandaq qo'lga keltirib, Adil bilan Saremni yo'lga salganligiga qadar so'zlab berib, Gülbanımның ko'nglini tindirdi. Xotirjam bo'lib, ular bugun qaringa tushkish kelamiz cho'ng gap. Әнзәрнің qo'llarini maydisiga elib, ching tutib olgan Gülbanım o'z elib yig'lamoqda edi. Әнзәр onun quloq tüylerinden saqıvatqan yaşlarını eritip öldürülmeydi. Elbette bunu xuşallık, minnettarlık, visal şerbetleri desemi bolattı. Gülbanım Әнзәрni bir görüp elişni, onun kollarını ahırkı bir qitim tutup elişni, vapadarlık nurları çaqlagan közlerge qiyinib elişni şunca arzu qilgan edi. Xuda onun tileklerine yetkizdi. Tova, göz yumup aşkıca, şunca yıllar ötüp gitipti he? Gülbanım üzüp sözleydi. Oylap baksam, xuşallık günlerimiz tolumu az boptu. Ama acayip tatlı kıytıptı. Şundaq Banu, bizim sahrada ötken çağlarımız, baxtli çağlarımız iken, nemi degen sodda, ah gönül adamlar. Rastaysiz Әнзәр, heptelik, bir yıllık öy tutkan günlerimiz mu, de güdü ötken idi. Gülbanım asrap birdem toxtu aldı. Tova, bu karametni görün. Sizni görüp bir obdallı bop kaldım ha. Yütelmi tutmadı.
Anzar, biz ayrılgandan keyin daryo bo'ylariga berib baxdingizmi? Men o joylarni davomli tushimda ko'raman. Bir necha navbat berib, dardimni aroq tamokidan elib, ikkimiz birga o'tirgan o'tloqda yetib uxlab sagiganda qaytib kelgan chaqlarim bo'ldi. Ba'zida muzlab uyg'onib ketsam, jahonni qorong'ulik bosgan. Ustimda oyning hamroh bo'lganligini ko'raman. Keyin umidlarim uzilganda ichkiri kirib ketdim. Gulbanim Anzarning g'arang-g'urung ovozini anglab qaragan edi, uning yig'layotganligini ko'rdi. Aroq ichishni, tamaki chekishni davomli ayblaydigan bir odamning endi o'zining giribdor bo'lib qolganligini bilgan Gulbanimning yurak bag'ri o'rtandi. Shu chaqda siz hayot nima degan go'zal, yashash qanchalik baxt degan edingiz. Siz buningga xotirjamlik qo'shilib kelsa, texmi ma'milik bo'lg'usi deb to'g'ri deb degansiz. Xotirjamsiz hayot rostini do'zax azobidan battar bo'ladi ekan. Gulbanim charchaganmi nima birdan jimib qoldi. Avliyolar bu dunyo mo'minlarning zindoni, yomonlarning bo'stoni deb to'g'ri aytibdi ekan. Shundoq banum, bizning oq ko'ngilligimiz, ko'ni aqidalarga bo'lgan e'tiqodimiz, yosh mo'minligimiz baxtimizning qotili bo'ldi. Biroq bizni baxtsiz qilib qo'yganlar o'z beshiga kelganda hammani unutdi. Rastaysiz. Asqar Qashqarlik demay sabohat bilan to'y qildi. Ularning turmush ko'ngillik o'tib etibdi. Apam Qashqarlik Robiyam degan ayol bilan yaqin sirdoshlardan bo'lib ketibdi. Tag'ani o'rlasa, uning uyiga berib, almon to'kib keladi ekan. Endi Muattaraxon onamiz bo'lsa, g'unjilikkan demay Ne'mat akam bilan nikoh qilib oldi. Gulbanim sal hayajonlandi. Bizmi nemishqa Abdusamad ro'shan kunlarda turgin bo'lolmagandimiz. Shuna odamlardan royim yenib ketdi. Anzar qo'l silkadi. Ularni ko'rar ko'zim yo'q. Hammasi bir to'p yirtqichlar. Ular boshlarini selib jimib qolishdi. Lekin bir-biridan ko'z uzmay ko'ngil suhbat qilyotdi. Gulbanim vafodorining qo'llarini silab qo'yib bermaydi. Anzar bo'lsa uning judangi chiroyiga qarab to'ymaydi. Lampa ostidagi uchrashishlarni, Van Qodir beg'i, daryo bo'ylaridagi saylilarni, shirin suhbatlarni, o'g'ziga chalma tashlab uyg'otganliklarini, tun kechidagi ansiz ammo shirin visollarni ko'z oldiga keltiradi. Qish kunlari nima degan qisqa, go'yo uchib ketayotgan qush soyisidek tezda o'tib ketadi. Mana o'ltirayotgan quyoshning qizg'ish nuri darizadan qiypash tushib, ikki sho'r peshonini ansizlik solmoqda. Gulbanim bilan Anzar bir-biridan ayrilg'usi yo'q. Baxt g'ilpal ko'rinib o'tib ketgan hayotidagi aslilarni yod etsa, yurakdagi mundurni to'ksa, belli kulib, tang yig'lasa, bu naqadar ko'ngillik bo'lar edi, ha? Biroq Anzar, rahmat sizga. Muradim rahmat. Gulbanim ig'ir nafaslandi. Xitimni ko'ribla, Beyjingdan yiroq yerdan uchib kelibsiz.
bugungi bu visolga jannat huzurini tan qilmayman. Men endi xotirjam kulib turib armonsiz Xudoga omonatni topshiradigan bo'ldim. Qaramamsiz, taqdir qismat bizga yor yulakda bo'lganni. Adil saramlarni siz yo'lga sapsiz. Qaynonam bugun atdigandala shaharga to'yga kirib ketgan. Bo'lmasa, ishga miyib balani kunda kelatdi. Qandoq haq bu? Olingiz shu tursa, sizga amra bo'lg'idekmi odam bo'lmasa? Hech vaqasi yo'q. Odamlarni xolimas bo'lib qoldim. Hatta opam bo'lsa-mu. Endi biz Anzarning ko'zlari yoshga to'ldi. Tanla mahshar kuni. Bu pulni elib qiling. Anzar 1000 so'mni Gulbanimning qo'liga tutqizdi. Hatta yoki bugun kechda bosib kirib qolsa, 200 so'mni uningga bering. Men va'da qilgan. Qolganini o'zingizga quvvat bo'lg'idek narsalarga ishilting. Qarang sizning kichik balda xiyolingizni. Gulbanim 200 so'mni ayirib olib, qolganini Anzarning yanchug'iga selib qo'ydi. Adil, bu pulni nereden aldın desem nima deyman? O meni ajrimdan burun o'ldirdi. Biroq bastga va'da qilib qo'yibsiz. Shunga buni uningga berib qo'yay. Endi keting. Keting Anzar. Oxirgi qitim meni bir quchoqlab qo'ying. Anzar Gulbanimni quchoqlab peshonasiga o'pkinicha uzun turib qoldi. Uning bir-birini qo'g'lishib tushayotgan yoshlari ajal olqinida to'lg'inayotgan Notavonning oppoq peshonasini ho'l qilib, totrangi yuzlaridagi qatrlarga qo'shilib ketdi. Gulbanim bilan Anzarning qo'llari xeylig'ichla ayrilmadi. Ve astı boşuşup, alqanları sıyırılıp, nazik barmaklar, güçlük barmaklar bilen uçuraştı da boşlukta esilip kaldı. Anzar qaytib ketib 3 kungacha qurilishchilar bilan belli bo'ldi. Hozir binoning 2-chi qavati bitish oldida turadi. Lekin 4-chi kuni tushga yaqin qurilish maydoniga yugurib kelgan Olinur dadisini ko'ribla pang'ida etilib ketdi. Ko'ngli sezib bo'lgan Anzar nima deyarini bilolmay gangirab qoldi. Opam! Olinur teliqib qoldi. Akşam! Bo'ldi qizim, yig'lamang. Anzar qizini yetilab, Xanzu bozoriga kelib taksiga tushdi-da, Baygulga yurib ketdi. Ular yetib kelganda, tavut ko'tirgan bir to'p odam qabristonlikqa qarab mengishgan edi. Anzar qizini g'azo bo'lgan uyga akkirib yetib, o'zi jamoat bilan bilmandi. Meyit yerlik qo'yilib, lahat eg'izi kesak bilan bekitilgandan keyin to'pi tashlandi. 33 yoshga kirib qolgan, hayotining xo'rligini ko'rmagan, ishga onaning qurboni bo'lgan Gulbanimning gul simasi qop-qorong'u zulmat ichida qoldi. U Notavon vafosiz dunyoning kelgan va kelmagan tashvishlarini, adovat va ant qisoslarini, zulm sistemlarini tiriklarga qoldirib ketib qoldi. Mungluq qiroat ta'sirida yuragi ezilgan Anzarning yoshlari yoqi maydinlarini ho'l qilavatdi. U yig'lamay kim yig'lasin? Gerçi Gulbanim birovlarga taalluq bo'lsa-mu, uning hayot yurgini Anzar uchun xushalliq edi.
Mana endi o dil pinhanini yo'ritib turgan go'hiridan ayrildi. Aka, sabr qiling, yig'i bilan Gulbonimni tirildirolmaysiz. Arkasida yukinib o'tirgan Basit Zaboyning tasallisi Ansarning ko'z yoshlarini qiyonga aylantirib etdi. Voy, shundoq jahon ekan. Qadrini bilganlarga go'har nisib bo'lmaydi ekan. Odamlar qadrsizlarning oyog'i ostida tashlab berib xorlaydi ekan. Biroq aka, hammasi o'z qilmishining jazosini tortadi. Rahmat uka. Rahmat. Ansarning ovozi g'arang-g'urung chiqdi. Xudo rahmat qilsin, Gulbonim shehid ketdi, danga shehid. Buyumlar shundoq deydi. Basit sejib Ansarga yaqinlashdi. Jon uzishning oldi-keynida marhumning og'zi burundan etilib chiqqan qon, ta suv olgandan to'xtamagan, kepallarimi qip-qizil bo'ylab ketibdi deyishidi. Jamoat tarqadi. Ansar qabr beshida yolg'izdan-yolg'iz qolib qoldi. U to'pig'i yukinib o'ltirib, sukut ichida unsiz yosh to'kmoqda. Lampa ostidagi qayrilib beqishlar, kulib qechishlar, daryo bo'yidagi shirin suhbatlar, sahrodagi 40 kunlik tatliq o'tgan kunlar, daryo bo'yi ko'chasidagi uchrashishlar, qisqasi Gulbonim bilan bo'lgan qisqigina hayotidagi hamma aslimalar ko'z oldidan bir-birlab o'tmoqda. Onasi Muattarxonning o'ylig'i besib kirib degan atgan qabohat tillari. Haqorat qamchisi bilan Gulbonimni g'ushdan ketkuzishi. Gulsumxonning besimi. Kechida Ansarni eshik oldidan ishni qo'g'laganda qo'g'lashlari. Ikki onaning haftalik, bir yillik deyishib, ikki mo'min yoshning taqdirini xuddi dallallardek so'dilishib hal qilishlarini xiyol ayligidan bir-birlab o'tkazgan Ansar o'pki-o'pkisini bosolmay yig'ladi. Uning ko'z yoshlari qabr to'psini namdab, yaqinlarini ho'l qilavatdi. Gulbonim, ketmi yaxshi qildingiz. Endi sizni hech kim o'yinchiq etolmaydi. Xarizorlik qilolmaydi. Siz ham andisiz, tinch dunyoda orom topdingiz. Ansar osti pichirlamoqda edi. Mana, siz ketib, qolganlarimiz yoq tutib yig'ilishib qolishdi. Sizga xayrixohlik qo'lni so'zganlarmi, zulm solganlarmi og'zi echishdi. Hayronman. Oqko'ngil qizim, mehribonim deb zar-zar qoqshiganlar o'z vaqtida nimishqa o'ylamagan bo'lg'iydi. Ular o'ylamaydi. O'ylashni xohlamaydi. Ularning manmanlik, adovatxo'rlik, qissoskorlik yovuz tabiati iymonini, millatini o'z qavmini nobud qilishga undaydi. Bu yo'lda o'zlarining eng esil narsalarini qurbon qilishdan yonmaydi. Ansar tumonliq ko'zlari bilan xuddi qon o'yitmisdek asta petayotgan qip-qizil quyoshga qaradi. Qaragan siri Gulbonimning qonga chilishib yotgan simosi ko'z oldiga kelib oldi. Gulbonim, siz shehid ketdingiz. Ozg'in hayotingizni ko'rgan ko'rmishlaringiz qon zardobi xazinasi. Uni sizga zulm solgan bu dunyo qaytirib berdingiz. Barak pok ketdingiz. Xudo, o'z narsalarimizning qadriga qachon yetamiz? Xalqimiz
Aşı bas sabırçılık oylayanıgan bolsa, neyme degen yaxşı bolar edi. Dervaqe, şundaq emasmi? Özgürümüzün qadriga qachonmi yetamiz? Onu qandaqdir la'natlarning oyoq ostiga tashlab berib xorlaymiz. Mana bu bizdagi kechirgisiz fojia. Anzari kashgugumliqi bilan qaraygan osmonga qaradi-da, o'zining ko'nglini qorong'ulik bosgandek, yuragida qiniqmas o'shmanlik yulduzlari chaqnadi. Kechiring Gulbonim. Men har ishga aniq endi xayrixoh ko'zlarim bilan qarayolmayman. Yuragim bir parcha qora toshga aylandi. Siz rost debdikansiz. Ular o'z manfaatlari yo'lida biri qashqarlikni kelin qilib ahati varlasa, biri o'g'ilchilik demay taydi. Qari ko'ngil asqarchi nomus qilmay qashqarlik qizga uylandi. Acaba ularga Xudoyim fatvo eshiklarini ochib berib, bizga taqib olganmidi? Zodi ishkimizni nima uchun qurbon qilishdi? Anzar ko'yishib ketgan putlarini uvlab, aralla turdi. Xo'sh Gulbonim, men bu yerlardan yuragimga o'shmanlik, qisos o'tirini to'ldirib, abadil abad yo'q qilaman. Agar keldim degandimi, faqat sizni yo'qlash uchun kelaman. Xotirjam bo'ling. Men ko'nglimni sizga topshirgan. Boshqalarga bergidek. Menda hech nima qolmadi. Gulsumxon bilan Muattarxonning nurg'un agir to'qay yo'llarini besib, pushaymon zardoblarini ishganligidan xabarsiz Anzar yuragida ishki onig'i nisbatan o'shmanlik baxtlarini undirib, shaharga piyoda yurib ketdi. U atis tushda bino qurilishidan qaytib kelganda, singli Sabohat onasini yo'qlab kelib qoldi. Uning qo'rsqi xelili ko'tarilib, eg'ir hasiraydigan bo'lib qolgan edi. Muattarxon Anzar ham qizi bilan ahvollashib turishi, sirtdan hasirab yugurib kelgan Abdusamad eshikni qiyo echib, onasi bilan akasini chaqirib chiqib ketdi. Abdusamadning so'rin chiroyi, sirliq ishoralardan ko'ngliga gumon tushgan Sabohat temirqab turib qoldi. Muhim bir xabarning shapsini sezgan Muattarxon ikki o'g'lini o'zining hujrasiga boshlab kirdi. Anzari inisining bir ishni deyolmay qiyinlanayotganligini bilib, onasiga qarab qo'ydi. "Demamsan, nima ishdi?" so'radi Anzar taqatsizlanib. "Yoki ma'lum deydigan gapmidi? Onamni anglasa bo'lmaydi." Abdusamad Muattarxonga qarab qo'ydi. "Tassaran kechidan to'nglab o'lib qopti. Boya soqchilar mashina silib akatdi." "Hey, mushi gapmidi?" Muattarxon shapli o'rnidan turdi. "Men texi qurilishda biror hadis tug'ilgan cheg'i debdiman." "Ana, o'ntursila," dedi Anzar. "Biz bu chaqcha sizlardan bir ishni yo'shirib kelgan. Tassaran aslida sizning kuyovlari Tashmanmat bo'ldi." "Nima?" Muattarxon cho'chib ketdi. "Mahallimizga ba'zida paydo bo'lib qoladigan heliqi changi soqol bo'lganimi?" "Shundoq." Anzar astoydil tushuntirdi. "Tashmanmatni jazolab qaytirgandan keyin sarang bo'lib qopti ekan. Biz G'o'ljiga yo'tkilib kelgan chaqdalar Abdusamad ikkimiz uni ko'rgan, ammo sizlarga demagan." Muattarxon yoqasini tutqunicha "Tova, Xudo karomatlaringga tasanno" degan so'zni qancha qitim takrorlaganini o'zimi bilmadi. Mahat apandi Tashmanmatni munofiq, kazzab, xorizar bo'lib o'likin ko'chada qoladi deb tillagan edi. Mana bugungi kunda u ko'chada to'nlab o'libdi.
bu Xudoning uningga bergan jazosi bo'lmaymimi? U kimning xorizor bo'lib o'lishini inqilob belgilaydi deb Xudoga shak keltirgan edi. Oqibat Alloh o'z qudrat karomati bilan uni mushkullarga qoldirdi. Ha, u o'z sen nimancha tepshaklab ketding? Muattarxonning ochiq keldi. Xo'p bo'pti, u o'z qilmish atmishlarining jazosini tortibdi. Ana, uni yuyib tarab, yerlik qo'yg'idek urug' tuqqanlari yo'q, dedi Abdusamad. Shunga po'xiyma. O'z vaqtida o qizim Nuraminamni xorlab qilmag'ini qanmagan. Dard kichidimigan ochang o'zini tuman daryosiga tashlab olganligini unutib qoldingmi? Dadangni qandoq qiynab o'ldirdi. Bu har qaysiga ayongo. Ana, xafa bo'lganlari yo'q, dedi Anzar. Biroq o'lganning aybini ko'chalash gunoh bo'lganligini biladiganlar. Musulmonchilikda adovatga shafaat qilish degan gapmi bor? Xudo uni qilmishiga tushliq dishvarchilik qildi. Har qancha gunohi bo'lsa-mu, yuyilib tugagandu. Eng muhimi, u Sabohatning o'z dadisi. O'ylab baqsana ana. Abdusamad qo'shib qo'ydi. 10 necha yildak pushaymon zardobini ichib, tun kechalarda ayoli bilan qizi Sabohatning ismini to'g'lab kechirim so'rashning o'zi oson ishmi? Ishik orqasida hammani anglagan Sabohat etilib kirdi-da, Muattarxonga esilib yig'lavatdi. U Isa degenicha Asqar bilan Xanzu bozorida turganida Toshmamatning sadiqi talab etib, qizim Sabohat bo'lgan bo'lsa, sizlardek pishiqlik qilmagan bo'ladi degan so'zini anglab qo'rqib ketgan bo'lsa-mu, biroq necha kunlargacha o'zi ko'rmagan dadisini seg'inish tuyg'usida aslaganligini aytib, texmi yig'lab ketdi. O adam ketib etib, qani sen oma qizim Sabohat tatlıq dillaring bilan dadam chaqir savchi meni deb yig'lab sirab farqaradi. Sabohat yig'idan bo'g'ilib qoldi. Agar uni dadam ekanligini faham bo'lsam, oyoqlarga yiqilgan bo'lar edim. Chunki har qancha eski bo'lsa-mu, u mening dadam. Muattarxon qilgan gaplaridan uyaldi bo'lg'ay, Sabohatning beshini silab uni bazladi. Rostaysan balam, o'z dada deganning mehri boshqa bo'ladi. Ko'nishlar ketdi, tugidi. Muattarxon o'g'illarga qaradi. Sizlar soqchi bilan so'zlashinglar. Uni biz yerlik qo'yayli. Gulbanum bilan ikkisiga atab nazr berayli. Toshmamat musulmon qoidasi bo'yicha yerlik qo'yilib, 7-kuni jamoatga cho'ng nazr berildi. Bahar kelish bilan Anzarning 3 qavatlik binosi bitdi. Ijaraga o'ltiradigan oilalar, shundaqla mol bosadigan savdogarlar ambar uylarni egalladi. Uşaq ticaretçiler, kelib ketar yo'lovchilar bir ig'izliq yotoqlarni ijaraga elishdi. Ularni xotirjam qilish uchun qarovul ham mulozimatchi taklif qilinib, maoshi belgilandi. Ijaraga berilmagan yana bir necha ig'iz uy qolganda, Anzar binoni insi Abdusamadga o'tkazib berib, uningga yaxshi boshqarishni topaladi. Gulbanim o'lgandan keyin u bu yerlarda turishga, ikki onaning didorini ko'rishga hapsilisi qolmagan Anzar may oylarining o'ttirlari o'g'li Axtam ayoli Gulnisolarni elib O'rimchiga yurib ketdi. Anglavatqaninglar biri Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 4-qism. Kichik Notovanning kashmishlari. Dilqut xazinasi. 5 yil o'tdi. Anzar iyulning boshlari tuyuqsizla g'uljida paydo bo'ldi. U bu qitim qizi Ali Nurni O'rimchiga akitish uchun kelgan edi. Gulsumxon tumshiq terib o'qitib, uning sinfni bitirish oldida turgan navrisini dadsa berishga ko'zi qiymadi.
Anzar bir necha qitim kelib so'zlashgan bo'lsa-mu, hech natijaga erisha olmadi. Shunga oraga kishi qo'yishga to'g'ri keldi. Bir kuni Fazilat buvi mahallasidagi yashangan mo'tivar ayollardan Oychivar hojim Axtirim buyumlarni boshlab kirib keldi. Ular tatliq turumlar bilan choy ishkash Gulsumxonga pan nasihatlarni boshlavatdi. Helimo tuljeningizda mushu balaning chiroyini sarg'aytmay, yerga qaratmay, shu dematlik qildingiz. Bu osonmi? Dedi Oychivar hojim o'ruq uzun oq yuzini siypab qo'yib. Qo'ymara deymiz ichimizda. Ba'zi chog'larda balaning o'qish puli, daftar qarindosh, maktab formasi degandek chiqimlar hosiritib qo'ygan yerlarimi bo'ldi-ku deyman. Shundoq emasmi Axtirim buvim? Inshaalloh rost deydi Oychivar hojim. Axtirim buvim mo'chun tegmagan qizg'ish yuzlarini purishtirdi. Bo'libmi maktablar har padiga keltirib, seliqlarni seliveradigan bo'ldi. Gulsumxon ba'zi chog'larda xulim qo'shnilarning uylariga kirdi, shundoq emasmi? Shundoq bo'lmamdigan bo'ldi. Gulsumxon bosh chayqadi. Bu balani o'qitqicha yeydig'inimiz cho'llarda, ichdig'inimiz ko'llarda bo'lib ketdi desizlar. To'lxotinning esh pishmas, esh pishsa qazini o'choq beshidan tushmas degini shu ekan-da. Oychivar hojim uzungacha beshini lang'ishtib turdi. Butun uyning kakonchiligi, balalarning uzun qisqa g'emi beshiga kelib qolgandan keyin nim bo'lmoqchi edi? Shu emasmi? Axtirim buvining ish og'ritganligi chiroyidan chiqib turadi. Men qilarman 30, Xudoyim qilar 9 degandek, uni topsa bu tug'an, dolini yapsa qo'y tug'an. Ishki mo'may bu uyga nima kirganligini unutib qolgandek, hol to'kishga tushib ketgan edi. Ularning mi'alardan zerikkan Fazilat buvi qamishib o'tirolmayli qoldi. Shuni u gapning poskalasini po'suqqida chiqaradi. Gulsumxonada Oliy Nurni atlim go'sh vaqtidan tartib boqqashqa chidayolmaydiganligingiz rost, dedi Fazilat buvi gapni agitmayla. Lekin o'ylab beqing, qiz bola cho'maygan sire dardimi belli cho'ngiydi. Turmushdagi ushshaqchak chiqimlarni demayli, kiyim kechki, oliy maktab chiqimi, eng muhimi to'yi, bularni qilish uchun nurg'un iqtisod ketadi. Fazilat buvi rost deydi, dedi Axtirim buvim. Sizlarning ozg'ina pensiya maoshlari nimaga dal bo'ladi? Qo'ymi obdan gap bo'ldi. Oychivar hojim gapga ko'z chiqarishga usta edi. Albatta, o'rdakni yesan g'ozning piydi bo'l degan gap bor. Kiyimni o'ylamay bo'lamdi. Hala bir kuni kelib o'zimni paylamay shilting etibdiman. Eski pasqa yo'ginib 3 kun yetibdiman deb bir qo'limizda oldimizni, bir qo'limizda orqamizni tutib qolsak o'rniga kelmaydi-da. Gulsumxon o'ylanib qoldi. Bo'libmi uni Oliy Nurning oliy maktab chiqimi, to'y rostli ansizlik selib qo'ygan edi. Demsimi, hozir oliy maktabda o'qish uchun har oylik tamoq pulidan boshqa yilda bir to'laydigan o'qish puli o'rlab ketgan edi. Uningga Gulsumxonning qurbi yetamdi. Uning ustiga hozir to'ylar texmi hashamatlaşib ketdi. Uningga bir tul xotinning yig'ib qo'ygan qanchalik dunyosi bor. Bu albatta kelganda ko'raman deb sal qaraydigan ish emas. Oliy Nur yilitilla oliy maktabda o'qib, u bo'laman, bu bo'laman deyapsa. Gulsumxonada Anzar o'z dadis tursa, nimam chansiraysiz? Dedi Fazilat buvi gapni kesibla. Bir necha yil o'qib, yana yeningizga qaytib kelmamdi. Ha, balli.
Ayçiver hacim alqanlarga urdi. Qo'zilarmi anam deb mərəydi. Taycaqlar anısını sığınıb kişnəydi. Quş ballari çığıda anısını kiylab sayraydı. Üç xotunning u bu deyishi orqali Gulsumxon navirsi Olinurni dadisi qaytib qo'ydigan bo'ldi. Biroq bu qiz dadisiga oliy maktabda o'qitsang boraman, bo'lmas bormayman degan shartni qo'ydi. Buningga gap ketamdi. Anzar shundoq deb so'g'uqli kulib qo'ydi. U garchi g'uljiga kelganiga hafta bo'lib qolgan bo'lsa-mu, mehmonxonada yetib o'tadi. Anası Muattarxon o'g'lining kelganini anglab, uning oldiga berib ko'rishdi. Ko'z yosh to'kdi. Baxtingni chigib qo'ydim deb yolvordi. Biroq Anzar biror eg'iz gap qilmay jim o'tirdi. Uning turqidan hammadan bazganligi, zerikkanligi, har qanday yig'a, nasihat, chiroyli so'zlardan bezor ekanligi chiqib turadi. U atsi Baygul qabristonligiga chiqib, Gulbanumning ruhiga atab duo qilgandan keyin menish taraddudiga tushdi. Abdusamatning binodan qilingan 1 yillik kirim deb akilib bergan pulini chamadonga qochiladi. Inisi har yili qarovul, mulozimatchi maoshi, binoning remont haqqi, tok, suv, baj rasmiyatlari qatorliq hisobot taloni va bino kirimining bir bo'ligini aksiga avatib turadi. Qizi 10-sinfni bitirish imtihonni berib bo'lg'ich saqlagan Anzar bir kechligi uni elib Urumchiga yurib ketdi. Bu chaqqicha Baygulning nersiga o'tmagan 17 yoshlik Olinur yo'l bo'yi uxlamay avtobus derazasidan sirtqa qaraydi. Kang sayning qarg'ay zarlaqlari, toshdan toshga urilib eqiyotgan tog' suvlari, talkining yilon bag'ri davoni, xuddi osmonni ko'mtirib qo'ygandek ko'p-ko'k sayram suyi, uning o'tloqliq bag'rida yayrishib yurgan qo'y, kala, yeliqlar, har xil yovgullar qoplagan tog' qo'llarini ko'rgan Olinurning ko'ngli echilib, yosh to'kib qolgan mo'misini, xo'rliq ichida o'lib ketgan opsini vaqtincha unutdi. Bo'libmi, uni hayratda qoldirgani Urumchining o'zgacha manzarasi bo'ldi. Bir-biridan bo'y talashgan hayvatlik binolar, xuddi hashara cho'mililardek o'tishib turgan har xil avtomobillar, rengarang kiyingan qiz-cho'kanlar, yo'l bandarlariga piramida shaklli tizilgan tashtak gullar, o'tishmi ko'vriklar Olinurni o'ziga mahliyo qilib oldi. Bo'libmi shahar ko'rinishdan o'tishib turgan kishilarning turqidan, pokiz ratlik ko'chalardan bir xil yuqori madaniyat hidi kelib turgan Urumchi Olinurda ulug' istaklarni tug'dirdi. U ko'nglida yaxshi o'qib, kelgusida yozuvchi bo'laman. Momamning, opamning, dadamning beshiga kelgan qismatlarini yozaman deb o'yladi. Avtobus poyezd stansiyasining keng maydoniga kelib to'xtadi. Qatirsiga tizilgan karvatliq avtobuslarning oldi odam xazinasiga aylangan edi. Chamadan, sumka, sulyav xaltalarni ko'tirishib olgan yo'lovchilar u yoqdan bu yoqqa chepishadi. Yo'lovchi tepib berib haq oladigan yosh balalar uchirgan odamga esilib olib, nega berishni so'raydi ham avtobusda televizor, VCD borligini aytib qiziq turadi. Turibla poyezdning uzib bergan guduk ovozi anglanib qoldi. Anzar Olinurni boshlab shaxslarning savdo do'konlari, budkalar, oshxonalar qatri oldidan o'tib so'lga qayrildi. Ular barg'an siri pastlab ketgan yo'lning o'ng tarafidagi tik cho'lqurliq o'rmon bog'ichisi bo'lib, so'l taraf yo'l qasnaqida rad ketgan har xil mulozimat do'konlari bor edi.
Ular dar-pardalik daryezlar oldida kavobdandan purqirab buz ko'tarilayotgan oshxona oldida to'xtashdi. Kavobchi bola yugurib kelganicha ahvol so'rab, Anzarning qo'lidan chamadonni oldi. Ham ishchigirga qarab, "Opa, dadam keldi!" deb farqaradi. Kavobchi bolani qayerdadir ko'rgandek his qilgan Olinur uning dadam keldi degan so'zidan Ahtam ekanligini bildi. Chunki Anzar ularning kichik chog'larida daryo bo'yida bog'chilarda o'ynatgan yarim kun ishida inisini birli qatim ko'rgan Olinurning esidan ko'tarilib qolgan edi. Anzar ayoli bilan susli boshlanishib salomlashgandan keyin ayol oshpaz mulozimlar bo'lib 5 odam bilan ko'rishdi. Gulnisa lag'irlab turib, "Omon-eson kelib qopsiz" dedi-da, Olinurni boshqini quchoqlab qo'ydi. Anzar o'rindiqda o'tirib chaqmoq ko'ngligining tugmalarini yeyishibdi. Angacha Ahtam shamol durg'ushining kunupkasini besib etib, oldirab chiqib ketdi. Gulnisa kerilib o'tirgan po'kayni hisobga olmaganda 8 juzliq bu oshxonni ancha kichik degili bo'lmaydi. Olinur Gulnisaga qarab ko'zlariga ishonmay qoldi. U o'ruq, egiz, to'limi muloyim, chaqqan cho'kan edi. Lekin buni o'ltirgan Gulnisa burunqisiga zotila o'xshamaydi. U haddan ziyoda semiz bo'lmasa-mu, to'liq tashdek raso yetilgan, o'ruq tatrangli yuzi oydek to'lib, chektirgan qosh, ko'z jiyaklari oq qog'ozga to'kilgan qora siyohdek husniga husn qo'shgan edi. Kesib budri qilingan sochlari sarg'ush qo'ng'ir rangda bo'yilib, oppoq bo'yinlarini yepib turadi. Kiyib olgan esil yopka ko'ptillari shunchalik tar ediki, mungguzdek chin ko'ksi, qo'ygan o'pkadek cho'ng sag'rinlari dastidan, chak-chekidan bo'silib ketadiganlikli bilinadi. Xayriyat, Gulnisaning husn ruxsariga xeyli ko'p o'zgachiliklar qo'shilgan bo'lsa-mu, lekin birla narsa muloyimligini yo'qotgan edi. Uning girim bilan bo'yalgan chiroyidan bir xil qilinlik, mansitmaslik, manmandallik alomatlari chiqib tursa, o'ynab turgan ko'zlaridan hayosizlik uchqunlari chashrab turadi. "Men Olinurni uyga olib, o'rinlashtirib qo'yib kelay", dedi Anzar o'rnidan turib. "Qaysi uyda yetib qopsi bola?" "Voy, tinib qolgudek ayvon saroylaringiz borda gap qilasiz-ku?" Gulnisa qapoqlarini suzdi. "Ahtam mehmonxon deyasin, shuning hujrasiga o'rinlashtirib qo'ying." Xotinining ta'addisidan bo'yinlargacha qizirib ketgan Anzar Gulnisaga dahshatlik olib qo'ydi-da, Olinurni boshlab chiqib ketdi. Ular barg'an siri cho'nqurliq tushib ketadigan pallampaylar orqali yer osti yo'liga kiradi. Ondan 4 ko'cha do'qmishidagi sirlari o'nib ketgan 6 qavatlik seriq binoning 2-chi eshigiga kirib keldi. 4-chi qavatdagi 3 eg'izliq uy Anzarlarning bo'lib, Gulnisani O'rimchiga akelgan yili setib olgan edi. Anzar o'g'li Ahtamning yotgan ko'rpa, nars keraklarini mehmonxonaga ochib qo'yib, bir kishilik karavotni jabdib berdi. "Atadan boshlab oshxonaga yordamlashgin", dedi Anzar qopqini ochmay. "Mulozimlar yetishmaydi. Biror odamni yollasa, oylik palonch pul." "Bo'ladi." Olinur dadasining chiroyidan antikib qoldi. "Ta'til tugigicha zerikibmi qolg'idakman?" "Avval ta'til to'sin, undan keyin bir gap bo'la." "Ukam Ahtam bilan bir maktabda o'qigan bo'lsam bek yaxshi bo'ladi. O'rimchining ko'chalarini bilmagandan keyin." "Ahtam o'qimaydi. 5-sinfni bitirmayla. Ochiqib olgan. Bir obdan kavobchilik qilyapmamdi." Dadasining so'zlari Olinurning ko'ngliga sig'magan bo'lsa-mu, javob yondirmadi.
u ertasidan boshlab oshxonaga boradi. Tush kechlarda mehmonlar intayin ko'p bo'ladi. Alinur tamoq to'shish, qochi yig'ish, jo'zi surtish bilan putquli yerga tegmay qoladi. Boshqa chaqlarda cho'ng dastarga chilangan taxsa, legan, china qo'shiqlarni yo'yib, yunda burishliq qoladi. Shundaqdimi po'kayda kerilib o'tirgan Gulnisa, Alinur polni yuyun. Alinur qaranga paskini qog'oz cho'kila dövülüp ketibdi. Alinur, nimandaq so'ranmalik qilasiz, qo'lingizdagi ishni tugitib, ko'ktat adalang degandek buyruqlarni orqa-orqadan qilib turadi. Mehmonlar shalanglab, kecha bir vaqt bo'lgandala oshxonni tozalab, ertasining tayyorligini qilib tugatgan Alinur uyiga qaytadi. U beshini yostiqqa qo'ygandala bel putlarining sirqirab og'irishiga chidolmay qoladi. Uning bundaq charchab holidan ketishi sababsiz emas edi. Haqsiz ma'dikorga erishgan Gulnisa Alinur kelib ertasi bir mulozim ayolni haydavatdi. Anzar bo'lsa ko'p hollarda oshxonada bo'lmaydi. U har kuni un, guruch, may, go'sht, ko'ktatlarni arzon bahoda elish uchun Optovoy bozorlaridan kelmaydi. Hatto 10-20 tiyinni qo'g'lishib, mechon, sanji, qutubilardan un, guruch, may akaladi. Yana patpatlar Guangzhou, Beyjinglardagi oshxona, kavobxonalarda tijorat qilayotgan odamlar bilan soatlab yonfonda so'zlashib ketadi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.